Agar hech qachon sizda bo'lmagan narsalarni xohlasangiz, unda hech qachon qilmagan ishingizni qilishga to'g'ri keladi. Coco Chanel. Salom qadrli do'stlar, ekraningizda yana Karam kanal. Bugun biz noodatiy mavzu haqida gapirishni lozim topdik. Bu mavzu trikotaj mahsulotlarini ishlab chiqaruvchilar uchun juda qiziq bo'ladi. Agar siz trikotaj mahsulotlarini ishlab chiqaruvchi yoki uning sotuvchisi bo'lsangiz, bugun sizga qanday qilib mahsulotingizni yanada sifatliroq va qimmatroq sotish haqida bir yo'l ko'rsatamiz. Bugungi kunda O'zbekistonda trikotaj mahsulotlarini ishlab chiqarish bilan juda ko'p insonlar shug'ullanishyapti. Trikotaj mahsulotlari uchun taklif miqdori talabdan oshib ketib, hatto Rossiya, Qozog'iston, Turkmaniston, Qirg'iziston, Ukraina va Belorussiyaga ham eksport qilinyapti. Ichki bozorimizda esa mahsulot narxi uncha yuqori emas. Xo'sh, endi ish boshlagan odam bunday kuchli raqobat bor joyda qanday qilib o'z o'rnini topishi mumkin? Sifat jihatdan yutib chiqish kerakmi? Bu ham unchalik ish bermaydi. Chunki o'ta sifatli qilib tikkan ishingizni siz xohlagan narxda va hajmda sota olmaysiz. Sotish mumkin, lekin cheklangan miqdorda. Arzon mahsulotni esa qimmat sotib bo'lmaydi. Yoki yuqori sifat, yoki arzon narx. U ham, bu ham bir qozonda qaynamaydi. Oxiri berk ko'chaga o'xshaydi, to'g'rimi? Lekin dunyoda shunday ajoyib narsa bor. U bu muammoni hal qilishga yordam beradi. Uning nomi marketing deyiladi. Trikotaj ishlab chiqarishda marketing qo'llashning eng zo'r yo'li bu shaxsiy nomingizni ishlab chiqarish va uni xaridorlarga tanitish. Tayyor trikotaj mahsulotlariga o'z brendingizni bosish uchun sizga maxsus dazmol, bo'yoq uskunasi yoki vishibga qilinadigan tikuv mashinasi kerak bo'ladi. Maxsus dazmol 2-2,5 ming AQSh dollar atrofida sotiladi. Bu yangi ish boshlagan odamga qimmatlik qiladi. Trikotaj mahsulotlariga bo'yoq yordamida rasm bosish juda mayda va sermehnat ish. Unda qanday yo'lni tanlash kerak? Javobi oddiy. Vishibka yordamida tayyor mahsulotlarga rasm bosish. Buning uchun 10-15 ming dollar turadigan uskunani sotib olishning hojati yo'q. Bizning Karam kanal jamoasi sizga bunday ajoyib jarayonni eng arzon narxda bajaradigan tadbirkorni topib qo'ydi. Sodda qilib tushuntirganda, ishlab chiqargan oddiy trikotaj mahsulotingizni chiroy beradigan va ozgina bo'lsa ham narxini ko'taradigan naqsh bosish jarayonidan o'tkazsangiz, ushbu mahsulotlaringiz boshqalardan ajralib turadi. Endi naqsh bosish jarayoniga to'xtalamiz. Bu sizdan hech qanday mehnat talab qilmaydi. Siz ishlab chiqarmoqchi bo'lgan mahsulotingiz matosini yoki tayyor mahsulotingizni ekraningizda ko'rib turgan tadbirkorga topshirasiz. U bilan birgalikda ularning kompyuter bazasida mavjud 1000 ga yaqin naqshlardan birini tanlaysiz. Xohishingizga qarab siz xohlagan matodan, charmdan yoki boshqa materiallardan lazerli kesish uskunasi orqali shakllar kesilib, sizning mahsulotingizga tikib beriladi. Siz mahsulotingizga qanday ishlov berishni tanlasangiz bo'lgani. Qolgan ishlarni ularning o'zlari bajarishadi. Mahsulotingizga naqsh bosilgandan keyingi holati uning sotilish narxini ham ko'taradi. Aytaylik 1000 so'mga tayyor bo'lgan sochiqqa 500 so'mlik naqsh bostirasiz. Endi bu sochiqlarni bozorda 1,5 ming so'm emas, balki kamida 2,5 ming so'mdan sotishingiz mumkin. Juda oddiy va qulay. Naqsh bosish xizmati ignalar soniga va naqshdagi ranglar turiga qarab belgilanadi. Ushbu tadbirkorning ta'kidlashicha, bitta igna bosish 1 tiyin atrofida ekan. Bu mamlakatimizdagi eng arzon narx. Bitta igna 1 tiyin. O'zingiz o'ylab hisob-kitob qilib ko'ring. Chunki naqsh bosish mumkin bo'lgan trikotaj mahsulotlari turi juda ko'p va ularning narxi ham har xil. Hammasini hisoblab chiqishning deyarli iloji ham yo'q. Zero har xil viloyatda narxlar bir-biridan farq qiladi. Biz sizga bitta g'oya berdik xolos. Naqsh bosilmagan mahsulotingizni narxi bozorda qancha turadi? Naqsh bosilgandan so'ng-chi? O'z-o'zidan ma'lumki, mahsulot qancha chiroyli bo'lsa, narxi ham shunga yarasha bo'ladi. Ushbu tadbirkorning telefon raqamlarini ekraningizdan yoki ushbu video izohidan topishingiz mumkin. Aytgancha, biz ushbu tadbirkordan reklama uchun 1 tiyin ham olmadik. Sababi bu tadbirkor 10 yildan beri Xitoyga qatnaydi va bizga odamni hayron qoldiradigan takliflarni kiritdi. Bu haqida keyingi videolarimizda batafsil to'xtalamiz. Agar siz bizning kanalimizni birinchi marta ko'rib turgan bo'lsangiz, unda hoziroq unga obuna bo'ling. Lekin ozgina hushyorlik qilib, siz allaqachon Karam kanaliga obuna bo'lgan bo'lsangiz, unda menga yoqdi tugmasini bosing va boshqa videolarda reklama haqida gapirgan gaplarimizga amal qiling. Shunda biz keyingi videolarimizni kanalga yanada tezroq yuklaymiz. Siz menga yoqdi tugmasini bosish bilan boshqa yurtdoshlarimiz ham ushbu videolarni tomosha qilishga o'z hissangizni qo'shasiz. Aytgancha, muxlislar talabiga binoan Karam kanal o'z saytini ishga tushirdi. Ushbu sayt manzilini video izohida qoldirdik. Hurmat bilan Karam kanal jamoasi ijodkorlari.